Kezachini mashallah. Insobli bola. O'ta noyob bu ha. Bitta ko'rsa sevib qoladi qani. Bar aka, ilk tishdan boshlab aka 6-8 tishgacha bor. İlk tishdan boshlab 8 tish ham ko'p emas Mana aka. akalar. 5 ta xolos. de yuziga to'g'ri hammasi o'z yoshligiga yetib turibdi lekin Yosh qo'ylar hamma. xolasa o'sha gap. Like bosib turinglar, sizlar bundaqa elita so'luvlar zo'rlar. Baqa haydanglar bo'ldi, qaytaringlar. Hammasini de yetib bering. 50 hisobi so'liq olaman deb yurgan akalarimizga xudo xolsa yemga tayyor 5 ta olamiz degan bilan ishlarimiz ham ish bitadimi? 5 ta olaman deysa telefon qilish olsa ishlarini bitirib beraman azam aka. Bitta olaman degan bilan ishlarimizni ham bitirdingiz ishlarni. Farg'ona, Andijon. Hamma yo'qqa sotdim aka qo'ylarni. Bitta ikkita qilib ham sotdim aka. Bo'ldi, yaxshi bo'ldimi? O'tgan safar azam aka 1 soatga qolmay telefon tugadi. Qo'ylar tugadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azam jon menga bundaqa yemga tayyor arora so'lovlardan chiqaring degan akalarimizga bugun Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'sha mashhur arzonchi o'ptimchi insobli bolani qo'y fermalaygan akalar xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin videodan like deb bosing, kommentariyada otdan rahmat deb yozing, xudo xolasa bundaqa elita hisori so'liqni yemga tayyorlar. Xudo xolasa akalar o'sha o'tgan safar ham chiqargan insobli bola. O'tgan safar ham 1 soatda tugadi. Obunachilaringiz o'zi biladi, kelib, ko'rib, tanlab, dastlabkilarga xudo qilib berdim. Xudo xolasa maynaqa zo'liqdan ko'proq olib keling degan nima deydi? Sabablarga ko'ra xudo xolasa olib keldim deyaptilar. Akalar xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring. Bundaqa elita hisori so'liqni zo'rlardan chiqadi. Yo'masa xudo xolasa insobli bolani o'zlari. Assalomu alaykum obunachilar. Azamjon. Insobli bola. Kevoldingizmi? Qalaysiz? Yaxshimi? Obunachilaringizga boru qo'ydi haqiqiy kambag'alni bo'y qilaman degan variantlardan kelgan. Zo'rlaridan, elitalaridan. Bitta mashinam bor, $6000. Nima qilishga hayronman. Nima qilsam ish yurmayapti deb turgan obunachimiz bor-ku. Hop. Shuni sotib mashg'ullar olib baqsa, bu yildan keyin ashi bitta sotish ikkita bo'ladi mashinalar. Mashina bitta haydanglarchi. Ey insobli bola, o'tgan safar qanaqa bo'ldi? Telefon tutib ketdi. Obunachilarimiz o'zi ham ololmay qolgan bo'lsam, uzr lekin aka. Ko'pchilik telefon qilishdi. Haligi telefon menga yangi kelsa tashagin deyapti mana aka. Xudo xolasa telefon nomerlarini esimdan chiqarib qo'ydim aka. Endi ko'pchilikda endi ko'pchilik. Lekin bu safarga qo'ydi o'ta lubetillar kelgan aka. Tozalari kelgan, birinchi sort bilan kelgan. Mana akalar, xudo xolasa bo'lmasam birinchi partiyamizga bundaqa elita hisorisdan olib boqamiz degan akalarimiz. degan odam ham alos telefon qilosa aka, tishlari ham yosh qo'ylar. Yosh variantlarida. Mana akalar, buni qarang. Mashalloh. Hammasi zo'r aka. Havas qilib boqaman degan akalarimizga tashlab qo'yiladi. Akalar yiltir dedi, mana qarang, elita dedi. Nech bosh insobli bola bu yerda? Aka, bayda 1 kam 30 bosh. 29 ta. 29 ta. Mana akalar 29 bosh soni, lekin qo'yiladi ham to'sing oldin. Qo'ylagim deb baho bering akalar. Hammasi suyakchan variantdan dedi. Mashalloh. Akalar, mana qarang. Ishqibozchilikka xudo xolasa like deb bosib, kommentariyada otanga rahmat deb tursangiz, xudo xolasa. Azam aka, kommentariyaga otanga rahmat deb yozishibdi, like deb bosishibdi. Aka, bu safar ham like deb bosib otanga rahmat deb yozsin, aka, narxni bundan ham o'tkazib beraman, sindirib tashlayman aka. Aniq, realni. Bugun xudo xolasa bomba bo'ladi. Azam aka, shaning bugun bor-ku, shunaqa video bo'ladi, havas qiladigan video bo'ladi aka. Bo'ldi gap. Akalar, xudo xolasa hafta kuniga bugun dushanba 2025-23-iyun. Agar hafta kuni aytib ketmayapmiz. Xudo xolasa bu video misal kech ochadi. Bemalol aloqa chiqasa, xudo xolasa 24 soat bugun uxlamasdan qo'y sotalam deb qo'ylarga aytib bering akalar. Bittaga emas, hammasiga ham deb to'shiga aytib bering akalar. Hammasi elita hisori so'liqlar. Mana qarang, xudo xolasa narxlari bomba bo'lsa otanga rahmat deb yozib ketasizlar akalar. Mashalloh akalar. Qaychida olmagan aka bu. Sarri deydi, mana qarang, yiltir. Ana aka qo'ylar, hammasini juni zo'r aka. Insobli bola. Buni hammasini bir joyga sotamizmi yo 4 ta, 10 ta, 15 ta ham sotdim aka. Xudo xolasa bugun ham bir joyga xudo xolasa uramiz-da bugun. Hammani bir joyga olishsa, Azam aka narxi ham o'ta arzon bo'ladi. O'ta yengil bo'ladi. Hapsim yengil bo'ladi aka. Realniga. Otanga rahmat deb yozsa bo'ldi aka. Kommentlarni bomba qilib kommentariyani. bo'ldi gap. Akalar xudo xohlasa qo'ylar akalar, qarang. Mana ariqroqlari ham bor, har xil bor. Insobli bola asosan kelib tanlashsin sizdan, to'g'rimi? Dastlab kelib. Mana suyaklarni qarang akalar. Mashalloh. Insobli asosan yoshlari qanaqa bo'ladi? Yosh aka, yosh. Insobli bola bo'ldi buni. 29 sahna. To'sing tang. Bo'ldi, gap yo'q, ey. Azam aka kan qo'l tasham. Asab o'ta buzildi. 3,5 emas, 32 dan olsa hammani sotdim. 3 millionni pastda chiqadi insobli bola sizda. Bunaqa narx bo'lmagan. Boshqa obunachilar, kichkina qo'yibmas aka.
To'g'ri qo'ylar, kichkina qo'ylar. O'tadi narxlar. Bugun bomba bo'lib ketish kerak deydi-yu. Aka narxi o'ta arzon bo'ladi bugun. Qanchadan bo'ladi? Bo'ldi 3 milliondan olishsan o'tib ketdi qilmaylik bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin desam ursib ketasizmi, insofli bola? San bo'laman. Yo'q, insofli bola. 3 million ancha panta chiqish kerak. Realni bugun o'tib ketdi qilmayman, aka. Qo'l tashangni bitta gapiraman. Tirs kesaman 29 dan olishsin bo'ldi. 27 dan olishadi. Bir joyda hammasini. Yo'q, azam aka, diqqat qilmang. Lekin qo'yla mana hammasini deb. Yaxshi kayfiyatda qo'y sotaman deb turdim bugun ozonda aka. Bo'ldi, gap so'z yo'q mana. Demadingiz. Keng, Tamam. 2 million 750 dan. Sizniki ham emas, sizniki ham. Unaqa pullardan beraman lekin. Qanchadan sotamiz? Bugun maqsad sotishmi, tamom. Bo'ldi ken. 50 dan o'taman aka. Qanchadan bo'ladi? Optimga olsa 28 olsin, tanlab olsin 50 ming plyus bo'ladi. Ha joningiz sog' bo'lsin. Akalar o'rtamonga hayday mana. 2 million 800 ming so'mdan Optimiga. 800 mingdan 29 dan. Bir joyda. Ha, Mana akalarni qarang qo'yiladi. 2 million 900 ming so'mdan xudo qolsa 2 million 800 mingdan dedingiz-a? Mana akalarni qarang. 2 million 800 ming so'mdan Optimga. 10 ta olaman desa, 5 ta olaman desa aka, bitta ikkita tanlab olaman desa aka, sal plyus bo'lib qoladi. 5 ta 4 ta olaman desa aka, 28,5 dan tanlab olish olsin. Bo'ldi, gap akalar. Otangga rahmat deb like deb bosib qo'ying. Xudo qolsa, maynaqa insofli bola haqiqatan qo'ydi, zo'rini olib kelyapsan deb yozib ketish hechdan chiqmasin. Dangal dastlabkilar o'sha yetkazib berasiz. Azam aka O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Bo'ldi, gap akalar. Yomonsan biz keyingi partiyalar boshlardik, tamom. Akalar, yomonsan biz ikkinchi partiyalarimizga mana undaqa aroqroq va sifati ham nima deydi? O'z tularman variantlardan so'ragan akalarimizga qo'zin narxida bo'lsa like deb bosib qoldik, deyman qara. Qo'zidan ham arzon. Arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat yozsa, Azam aka arzonni topib kelishga harakat qiling. Mana akalar, xudo xolasa, ikkinchi partiyalarimizga ham o'sha yemga tayyor va arzonini qizlar qidirib yurgan akalarimizga xudo xolasa shafqat deyman qara. Mashalloh. Yeb ichishini qarang akalar, mononi qarang. Insofli bola. Azam aka. Yeb ichishi zo'r, kambayin. To'sin qochib ketyapti mana. Uni ketishini qarang. Mana akalar yeyishini qarang. Kambayin variantdan izlab yurgan akalarimizga xudo xolasa tashlab qo'yasiz. Nechta ikkinchi partiyaga? 7 dona Azam aka, 7 dona ozgina, sozgina aka. Akalar mana 7 dona ozgina, sozgina. 7 tasi, puli ham yengil bo'ladi aka bular. Puli ham o'ta yengil. Ha, birinchi telefon qolganmish bitadi, 7 ta qo'yib. Aniqmi o'taman yuringlarchi, ashta nariq yuringlarchi. Mana realni gapiring haligi nima deydi? Kim? Qo'l tashang. Bunday gap deydi-yu, siz bo'ladigan tars nima deydi? Tars gapirasiz. Bo'ldi, obunachilaringizga eshitib turaman Azam aka. Nima o'qisam ichim yurmayapti deb turgan, qiynalib turgan obunachimiz bor-ku. Hop. Shuni meni videoyimni ko'ryapti turgan bo'lsa, mana shu 7 ta qo'yimni shunday olib baqsiz aka. Bitta mashina olishaveradi, shuni baqib aka. Aniq aka. Haqiqatan baraka topadigan qo'ylar. Baraka topadigan qo'ylar aka. Nima bo'lsa bo'ladi aka. Hozir bunga azini ham bersa Azam aka zo'r semiradi-da. Hop. 2 oyda 2,5 oyda tayyor bo'ladi aka. 2 oy 2,5 oyda tayyor bo'ladi. Men shuni hozir aka 2 million 550 mingdan shuni berib beraman obunachingizga aka. Aniqmi? 3 oydan keyin 3,5 milliondan bering desam, yo'q deb so'radi. Sog' bo'lsin, Mo qarang akalar, yeb ichishini. Narxini eshittirib kasal-basalmingni o'ylab qolmay, akalar mana yeb ichishini qarang. Narxini ham bitta qo'y. 2 million 600, 2 million 700 emas. 2 million 550 mingdan o'tib ketdi yo'q. Joningiz sog' bo'lsin akalar, mana shoshilavering. Aytgan bitta haydovchi bitta yurishini ko'raylik mana. Yerda ovqat ko'p To'sin, o'tmay hayda boringlarchi. Mana akalar 2 million 550 ming so'mdan akalar bu realni gap, bor gap, bemalol Xudoxo'zbaga kelgan obunachilarimiz bilishadi. Bo'ylarini ham aytib qo'y aka, 75 plyus. Qayerdan yursin? Insofli bola. Bu nima deydi? Yalg'on o'ylab qolishi mumkin obunachilar. Prank emas aka. Kelgan obunachilarimiz bilishadi, o'zbek kelgan obunachilar. Kelib ko'rishyapti obunachilarimiz aka. Haligi nima bo'lsa bo'ladi aka. Yozishyapti deganimda bu arzonlikdan aka yozishyapti-da. Arzon qo'yapman aka. Bu prankmi, o'yinmi deb yoz. Aka o'yin emas, uyga kelib ko'rsa, mana shu meni uyim aka. Bo'ldi gap, agar xudo qolsa 2 million 550 ming so'mdan ketdi. Like deb bosib qo'ying, arzon bo'lsa mana undaqa sorilar. Qo'yim ko'p emas. Hop. 60 ta 50 ta 60 ta qo'yim baholas. Hop. 3 partiya chiqaramiz, 3-partiyaga ham o'ta zo'ri chiqadi aka. Boshladingmi yo'qmasam? Oxirigacha. Bo'ldi gap, akalar. Yo'qmasam ikkinchi partiyamiz boshlaydi. Lekin like deb bosishdan chiqmas, bundaqa ariq, so'liq ishqibozlarga padilisiga tarqatib qo'y. Akalar, ikkazachisidan bo'lsa olib boqardim. Zo'ridan bormi degan akalarimizga mononi qarang akalar, mana zo'ri monondaqa bo'ladi. Ikkazachini noyobi deb qarang. Mana akalar, ashton bitta yurgizingchi. Mana
Mana qarang akalar, haqiqatan Inasini ham bitta suyak ko'rishda. o'ta katta To'xtating, mana akalar. Bitta ko'rishda sevib qoladigan variantlar. Lekin o'ta arzon bo'ladimi yo dollarda chiqadimi? Narxini eshitib otangga rahmat deb qo'ysa, mana quloq ko'ramiz aka. Mana akalar, mashalloh, quloq Mana aka, qarang, quloq. quloq. Mana qarang, Qarang, quloq mashalloh. ozg'i yetyapti aka. Ozg'i o'tib ketyapti, yolg'on gapirish kerak, ozg'i yetyapti aka. Xotirjam. Lekin Inasini sotib quloq bor. sal kaltaroq aka. Hop. Lekin Vallahi qo'chqorni yaxshi qo'shilgan. Qo'chqorni zo'r qo'shilgan. Yurgizing. Ey, Ya'ni bir kasasini ham olib qo'ying aka, molni kasasi emas, qo'yni kasasi. qo'ydi gasasi. Mana akalar, yo'masam biz nima deydi? 3-partiyamizga ikki kasachini noyob deydi. Mana qarang, mashalloh. Havas qilib boqamiz degan akalarimiz ishab qolsin deydi. Misollar bor, inasini yoshi qanaqa? To'sing. Inasini yosh aka 6 tish aka. 6 tish. 6 tish. Yeb ichishi zo'r. Yebishlar var. Mana akalar, mana qarang. Bolalarini qarang, bolalarini. Mana qarang. Voy, insonli bola. Ah, yuzta basharalar bor. Oq yuz, voy. Bundaga narxi bo'ldi. Bolalar nima o'zi buni? Ikki ham sog'liq. Ikkalasi ham mashalloh, akalar mana qarang. Ikkalasi ham sog'lig'idan izlab yurgan akalarimiz juda xos tashlab qol. Aka buni o'zim oldin shu kanalimizga yangi ochganimizda sariq chiqarib yurardim. Hop, hop, Opadaga berdim buni o'zim. hop. Berdim. Oldingi bolalarni olib qolib, buni sotdim. Bo'g'azlig'da berganman aka. Ha. Qirg'izistondan o'tganmi qo'y aka? Qirg'izistondan o'tgan. Ha. Bo'ladiganini aytaymi? Bo'ladigan bitta marta gapni. Qo'chqorni ham o'ta lyubitelini qo'shganman deydi. Hop. $1000 chiqarib beraymi? Hop, Voy, unaqa narlar yo'q, demaymiz unaqalar. hop. Bo'ldi, eshitib turing, obunachilaringizga Azam aka 8 million 600 mingga babar aka. 8 million 600 mingga. Tirs. Ketdi. Ey, insofli bola. 8 million berishadi, ey. Azam aka sariq qo'y bo'lib qolsa arasham, mana arasha aka. Keng, ey. To'g'ri, eshitdim. Kim? Siz dollarda aytmayapsiz, shuni tushunmayapman. 8 million bersa tamam, chiroyli qilib olib berasiz. O'zbekistonda turibmiz, dollarni gapirmang aka men. Bo'ldi, tamam, 8 million. Bo'ldi, tamam, rozimisiz? Yo'q, 8 millionga. O'ting bo'ldi, aytganingiz bo'lmaydi hech qachon. Bo'ldi 8,5 millionga emas, 8 million 400 ga olsang 200 ming o'tyapman aka. Yana 200 o'tasiz, eshitib turing. Dangildami 8 million 200 bo'ladi. 300 ming o'tay bo'pti. Eshitib turing, 8 million 200 ming beradi. Dastlabki shu Samarqand. Bo'ldi, eshitdim. 8 million 300 mingga aka bo'ldi, babar aka. Qaygacha? Samarqandgacha. 200 ga. 200 ga olsa. Eshitib turing. Mayda ham savdo qilyapmiz. Eshitdim, telefon qilsa, chiroyli qilib o'tib beradi. Sunnat aka, o'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin akalar, bo'ldi, gap yo'q. 8 million 200 ming xudo xolsa chiroyli qilib o'tib beradilar akalar. Ikki zashi yurgizing bitta. Yurgizing mana akalar, mashalloh. Shoshiling, xudo xolsa zo'rlar. 100 talik arasham emas, lekin arashani qoni bor aka. Bor. Bor. Toza Qirg'izistondan o'tganda aka. Qirg'izistondan o'tgan. Qaytarinchi bu tomonga. Lekin sog'ligi, salomatligi, bolalarning yemishi zo'r. Yebishi zo'r, bitta qo'yib yuboring. Mana bitta qo'yib yuboringchi, mana akalar, mana qarang. Xudo xolsa ikki zashini zo'r deydi, mana qarang. Mashalloh. Katta qo'y aka. Shoshiling, xudo xolsa zo'rlar. Bugunga shularmi insofli bola? Bor aka. Bo'ldi, gap yo'q. Bugunga shular. Obunachilarimiz